Assalomu alaykum. Nafosatli, nazokatli va zakovatli opa-singillarimiz o'z iqtidori va ezgu maqsadga yo'naltirilgan harakati bilan bir qator yutuqlarga erishib kelishmoqda. Biz bugungi ko'rsatuvimizda Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universitetining maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakultetida talabalarga tahsil berib kelayotgan Mavludaxon Musulmonova faoliyati haqida hikoya qilamiz. Qahramonimiz 1953-yil 15-yanvar kuni Namangan viloyatida tavallud topgan. Mavludaxon Musulmonova bolaligidan aniq fanlarga qiziqishi baland bo'lgan. Bilamizki, har bir kasb bilim va tajribani talab etadi. Shu ma'noda qahramonimiz Toshkent davlat pedagogika institutiga o'qishga topshirdi. Mavludaxon Musulmonova mazkur oliy bilim yurtida ta'lim oldi hamda 1974-yilda o'qishni a'lo baholar bilan tamomladi. Xuddi o'sha yili qahramonimiz Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahridagi Abdurahmon Jomiy nomidagi 11-sonli hamda 3-ixtisoslashgan umumiy o'rta ta'lim maktablari va kasb-hunar kollejida matematika fanidan o'qituvchi lavozimida ishladi. O'quvchilarga ta'lim berdi. Keyinchalik u o'z mehnat faoliyatini Qarshi shahrida olib bordi. Mavludaxon Musulmonova 2006-yildan to 2020-yilga qadar poytaxtimizning Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti qoshidagi Chilonzor akademik litseyi, Mirzobek tumanidagi 207 va 35-sonli umumta'lim maktablarida ham ishladi. Bugungi kunda qahramonimiz 6 yildan buyon Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universitetining maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakultetida katta o'qituvchi lavozimida o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Shubhasizki, har bir inson qaysidir kasbni tanlashda kimgadir havas qiladi. Nimaga aynan siz matematika fani bo'yicha o'qituvchi bo'lishni niyat qilgansiz? Men yoshligimdan bu fanga qiziqishim boshqacha bo'lgan. Hamma fanlarni ham yaxshi o'qirdim, a'loga o'qirdim, lekin matematikani alohida yaxshi ko'rardim. Shuning uchun yoshligimdan niyatim matematika bo'yicha o'qish edi. Shuning uchun shu Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining matematika fakultetiga 1970-yil hujjat topshirib, 74-yilda uni muvaffaqiyatli tamomladim. Shundan buyon faoliyat olib kelyapman. Mavlud opa, siz yoshligingizda mana shu aniq fanlar tarkibidan joy olgan matematika bo'yicha fan olimpiadalarida qatnashganmisiz? Ha, albatta. Shunchalik fanni yaxshi ko'rganimdan keyin albatta men tuman olimpiadalari 8-sinf, 9-10-sinflar hajmida bo'lardi. Har yili qatnashib, albatta sovrinli o'rinlarni olganman. Jon dilim bilan qatnashganman. Bugungi kunda yoshlar ko'proq zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda mana shu aniq fanlarni o'rganishga harakat qilyapti. Siz o'zingiz pedagog sifatida tajribangizdan kelib chiqqan holda matematika fanini o'rgatishda nimalarga ahamiyat berasiz? Matematika fani bilamizki, juda ko'p, deyarli hamma fanlar bilan bog'liq. Albatta zamonaviy fanlar bilan ham, kompyuter texnologiyasi bilan ham mana hozir bog'liq. Shuning uchun albatta bor imkoniyatlardan foydalanish kerak. Fan qancha biz ko'rgazmali, turli xil yangi metodlar, yangi qo'llashimiz mumkin bo'lgan shu kompyuter texnologiyalari, umuman raqamli texnologiyalardan foydalanib agar o'tsak, yana ham hozirgi zamon o'quvchilariga qiziqarli bo'ladi. Chunki hozirgi zamon yoshlari qiziquvchan, juda ham yangiliklarga intiluvchan yoshlar. Har bir darsimni slaydsiz o'tmayman men. Undan tashqari qo'lda yasalgan ko'rgazmali, ko'rsatmali qurollardan ham foydalanamiz. Talabalarimiz ham juda qiziqishadi bu narsalarni yasashga, o'zlarini sinab ko'rishga. Talaba yoki o'quvchi kasr sonida ko'p adashadi-da. Mana shu jarayonda ularga qanday siz kalit so'zlarni yoki o'sha kalit javoblarni o'rgatasiz? Birinchi navbatda kasrga kelishdan oldin ulush nima? Ya'ni teng qismlar, narsalarni teng qismga bo'lish. Har bir qism ulush deyilishini. Ana shu ulushlarni biz matematika tilida ifodalaganimizda, ya'ni sonlarda ifodalaganimizda kasr chizig'i bilan yozishimizni, kasr chizig'ini pastidagi yozilgan son nimani bildiradi, kasr chizig'ini ustiga yozgan sonimiz nimani bildiradi, mana bularni to'liq tasavvur qildirishga harakat qilaman. Uni to'g'ri o'qishga, masalan, juda ko'p joylarda
dars kuzatganimda metodist bo'lib ishlaganimda o'qituvchilarimiz e'tiborsizlik bilan aytishadi, masalan 3/5, 7/9 va hokazo. Yo'q, boshlang'ich sinfdan boshlab biza kasr chizig'ini birinchi mahrajini yozamiz, chunki biz oldin bolaga tasavvur qildirishimiz kerak, son nechta teng bo'lakka bo'lingan. Undan keyin qanchasi uni olingan. Bo'lingani mahrajda bo'ladi, olingani suratda. Biz teskarisidan boshlamasligimiz kerak. Oldin olinganda keyin uni bo'ldik degandek bo'lib qoladi. Yo'q, biz oldin bo'lakka bo'lamiz, teng bo'lakka. Undan keyin undan ma'lum bir qismini olamiz. Ana shuni to'g'ri tushuntirishga harakat qilaman har doim. Inson o'z mehnat qilayotgan jamoasida qadr topsa, e'zozlansa, uning kasbiga bo'lgan intilishlari yanada davomli bo'ladi. Qahramonimiz tabiatan samimiy, qat'iyatli, sabrli va o'z oilasiga mehribon ayol hamdir. Mavludaxon opa musulmon va o'z kasbidagi bilimi, yutuqlari, tashabbuskorligi bilan hamkasabalari va talabalarning mehrini qozona olgan jonkuyar pedagog hisoblanadi. Demak, fakultetimizda eng yetakchi ilg'or ayollar juda ko'p bo'lsa, shularning orasida Mavluda opam o'shalardan bittasi. Mavluda opam ancha yillardan beri fakultetda faoliyat ko'rsatadi. U talabalar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham namunali o'qituvchilarimizdan deb hisoblashim mumkin. Hozirgi kunda katta o'qituvchi lavozimida ishlab kelyapti va matematika va uni o'qitish metodikasi fanlaridan dars beradi. Talabalarga nisbatan talabchan, har bitta bergan topshirig'ini o'z vaqtida talab etadigan ustozlardan biridir. Mavluda opamga kelajakda ishlariga muvaffaqiyatlar tilagan holda yetuk sohasini mutaxassisi deb o'ylayman. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Mavluda Musulmonovaning do'sti, hamkasbi Zakiya Narimbetova bo'ladilar. Zakiya opa mana shu Mavluda opa qanday xislatlari bilan jamoada namuna bo'lib kelmoqdalar? Mavluda Musulmonovna bizning kafedrada ko'p yillardan beri faoliyat yuritadilar. Matematikani o'qitish metodikasidan talabalarga bilim beradilar. Ular bilan shuncha yildan beri birga ishlab kelaman. Mavluda Musulmonovna talabalarga faqat bilim berib qolmay, ularni tarbiyalashda, ularga yo'l ko'rsatishda va har bir talabaning qalbida joy olishga hissalari katta. Ularni kafedramizda ham hamma o'qituvchilar hurmat qiladilar. Katta maslahatchimiz, yo'l ko'rsatuvchimiz, bir necha shogirdlari bor. Har bir shogirdlar ulardan olgan bilimlarini amaliyotda qo'llamoqdalar. Hamkasbim Mavluda Musulmonovnaga ishlarida, ijodiy ishlarida, ilmiy salohiyatni ko'tarishda omadlar tilayman. Zamonaviy dunyomizda yoshlarning matematika fanini o'rganishda xato, kamchiliklari va yutuqlari nimada deb o'ylaysiz? Kuzatganmisiz? Albatta, buni har qadamda kuzataman. O'zim uyimdagi o'qiydigan nevaralarimda ham, oliygohdagi talabalarimda ham, amaliyotga borganimizdagi maktab o'quvchilarida ham, o'qituvchilarda ham bor kamchiliklar meni juda ham xafa qiladi. Nimaga desangiz, biz hozir hammasini haligi elektron hisoblashga, kalkulyatorga ishonib qoldikda, ota-onalarda ham bir yomon tushuncha bor. Bolam miyasi charchaydi, ko'p dars qilsa degan. Yo'q, bizni shu katta miyamizni ma'lum bir kichkinagina qismi ishlaydi. U hech qachon charchamaydi. Biz qancha u bilan ishlasak, shuncha yaxshi ishlashni xohlaydi-da u. Shu ishlatishni xohlamayapmiz. Karra jadvalini hattoki yodlamagan 4-sinf o'quvchilarini uchratasiz, achinib ketasiz. Karra jadvalini bilsa, u 4 amalni ham hech qiynalmasdan bajaradi-da. Hozirgi vaqtda mana shu kamchilik eng katta kamchilik, chunki mana shu narsaga asoslanib biz yuqori sinfda matematikani yana ham yaxshi o'rganishimiz mumkin agar boshlang'ich tushunchani yaxshi o'zlashtirgan bo'lsak. Darhaqiqat karra jadvalini yodlagan inson o'sha kalkulyatorsiz, hatto telefonlarsiz ham bemalol hisob-kitobda qila oladi. Hattoki hayotda ham, masalan, oddiy savdo qilish uchun bozorga yoki do'konlarga o'quvchini yuborsangiz ham qo'liga bergan pulingizdan nech pullik narsa olib kelding desangiz, bundoq hisoblab ayta olmaydi yoki oladigan narsalarini narxiga qarab turib ham jamlab hisoblab aytib bera olmaydi, chunki u avtomatik hisoblashga o'rganib qolyapti. Lekin biz baribir matematikani miyamizda ham ishlab o'rgatishimiz kerak, ishlashni o'rgatishimiz kerak o'quvchilarga. Hisob-kitob bu kerak hayotda.
har qanday insonga ham. Hattoki mana bolada shoirlik qobiliyati bor deylik. U she'r yozyapti. Biz bilamiz, she'rlarda vazn bor. Qofiya bilan birga, demak, bo'g'inlar bor. Ularni soni mos kelishi kerak. Har bir qatordagi bo'g'inlar soni. Mana bularni hisob-kitob qilish uchun ham, demak, u albatta matematikaga murojaat qiladi. Iloji yo'q. Boshlang'ich ta'limda amaliy fanlar kafedramiz katta o'qituvchisi Musulmonova Mavlud opamiz haqiqatdan hozirgi zamonga to'liq javob bera oladigan yoshlarga ham zamon tomonidan, ham ta'limiy tomondan, ham tarbiyaviy tomondan namuna ustozlarimizdan biridir. Qaddi qomati, tabassumi bu sport bilan hamohangligidan dalolat. Agar sport bilan muntazam shug'ullanmasa, sog'lom turmush tarziga rioya qilmasa, bunday holat insonda kamdan kam fazilat uchraydi. Bizda kafedramizda har juma sog'lomlashtirish kuni qilib belgilangan gimnastika xonamiz bor. Gimnastika xonasida aerobika, gimnastrada, buyumlar bilan mashqlar bajarish bo'yicha o'zini yoshiga qaraganda harakatlari va misol 18-20 yoshli qizlarimizda harakatlariga qiyoslayman. Chunki bizda kasbiy uyushmamiz tomonidan ko'p Spartakiyada musobaqalar o'tkaziladi, 5 tashabbus musobaqalari o'tkaziladi. Bu musobaqalarda Mavlud opam namuna bo'lib, jamoa sardori bo'lib, o'zi birinchilardan bo'lib bu musobaqaga qatnashadi. Hamda jismoniy harakatlari ham o'zini yoshiga, ayrim yoshli insonlar o'zini tengqurlariga qaraganda ancha epchilligi bilan, fazilati bilan, jismoniy sifatlarni tezkorligi bilan, egiluvchanligi bilan, chaqqonligi bilan ajralib turadi. Mavlud opa, sizni hamkasblaringiz bizga sizni sport bilan shug'ullanishingizni juda ham maqtab aytishdi. Tashabbuskor, sportchi ayol ekansiz. Ko'rinishingizdan ham ko'rinib turibdi, yosh ko'rinasiz. Sir bo'lmasa, qaysi sport turlari bilan shug'ullanasiz? Sportni hamma turi men uchun juda ham qiziq. Yoshligimdan qiziqaman sportga ham. Uyda er-xotinam ertalab turib, albatta namozdan keyin hech bo'lmasam 20-30 minut piyoda yurib kelamiz. Undan keyin gimnastika qilamiz. Uyda. Bu yerda bo'lsa, biz o'sha har juma kuni bo'ladigan gimnastikalarga qatnashamiz. O'zimizni komandalarimiz bor, voleybol o'ynaymiz ular bilan. Voleybol o'ynash mening joni dilim. Unda gap isboti bilan bo'lish uchun men sizni hozir ijodiy jamoamiz bilan birgalikda sport zaliga taklif etamiz. Nima deysiz? Marhamat. Ketdik. Sport salomatlik va go'zallik timsoli hisoblanadi. Ana shunday hayotiy shiorga amal qilayotgan nafosatli va dilbar opa-singillarimiz o'z kundalik hayotlarida jismoniy tarbiya va sport mashqlarini doim bajarib kelishadi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan Mavlud opa ham sportga befarq emaslar. Mavlud opa, ayni paytda ko'rsatuvimiz juma kuni efirga berilyapti. Mana sizlarda har juma sport va sog'lomlashtirish kuni ekan. Biz hozir ko'rdik. Sport bilan shug'ullanganingizda o'zingizni qanday his qilasiz? Albatta bu sport salomatlik garovi bo'lish bilan birga, albatta bizni kayfiyatimizni ko'taradi, ruhiyatimizga ta'sir qiladi. Sportni biz har juma kuni mana shu jamoamiz bilan tushib voleybol o'ynaymiz, gimnastika xonasida gimnastikalar mashqlarini bajaramiz, yugurish yo'laklarida mashq bajaramiz. Undan keyin hammamiz ko'tarinki kayfiyat bilan darsga kirib, kun davomida ana shu yaxshi kayfiyatda talabalarga yanada chuqurroq bilim berishga intilamiz. Sizni hamkasblaringiz menga Mavlud opa juda chaqqon ayollar, piyoda yurishni yaxshi ko'radilar deb menga ta'kidlashdi. Sir bo'lmasa, bir kunda necha qadam yurasiz? Albatta, piyoda yurganda ham normal holatda yurish, yaxshi kayfiyat bilan yurish, atrofdagilarga xalaqit bermagan holda yurish, bu o'zingiz uchun ham juda yaxshi foyda beradi.
Men har kuni ishga uyimdan iloji boricha piyoda kelishga harakat qilaman. Qaytishda ham xuddi shunday. Ayollarga, qizlarimizga, singiljonlarimga maslahatim, piyoda yurish bu hammasidan foydali. Kuniga hech bo'lmaganda 3000 qadam, 5000 qadam, qo'lingizdan kelsa 10000 qadam yuring. Bu siz uchun juda ham yaxshi foyda beradi. Umringiz uzoq bo'ladi. Qaddi qomatingizni saqlaysiz. Ozish uchun har xil dorilarga ehtiyoj qolmaydi. Sport barchani jo'shqin bo'lishga chorlaydi. Har bir ayol necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar kundalik hayotida jismoniy tarbiya va sport mashqlarini yo'lga qo'ysa, tanasi sog'lom bo'ladi, tashqi qiyofasi tabiiy tarzda yosharadi, ruhan tetik bo'ladi, shuningdek ortiqcha vazndan xalos bo'ladi. Eng asosiysi, sog'lom muhitda yurgan insonlar o'z-o'zini yaxshi ko'rish orqali atrofdagilarga ham xushmuomalada bo'lishadi. Qahramonimizning hamkasabalari ham ommaviy sport o'yinlariga mehri baland. Ular o'z yutuqlariga ega. Chirchiq davlat pedagogika universiteti maktabgacha boshlanish ta'lim fakulteti ayollari juda ham har tomonlama faol hisoblanishadi. Biz har qanaqa universitet tomonidan yoki bo'lmasa Toshkent viloyati tomonidan tashkillashtiriladigan turli tuman musobaqalarda doim faol qatnashib kelamiz. Jamoamiz bor. O'sha jamoamiz bilan birgalikda turli musobaqalarda qatnashganimizda har doim birinchi o'rinlarni egallab kelganmiz. Yaqin kunda ham o'tkazilgan kasaba uyushmasi tomonidan o'tkazilgan ayollar o'rtasidagi voleybol musobaqasida ham jamoamiz bilan qatnashib faxrli birinchi o'rinni egalladik. Bunda ayollarimiz doimo har tomonlama bizga o'rnak bo'lib kelishadi. Mavlud opa ham bizlar bilan birgalikda o'sha yoshlar bilan teng hamma musobaqalarimizda har bitta bizlarni birgalikda olib boriladigan turli tuman musobaqalarda birgalikda qatnashib bizga o'rnak bo'lib keladi. Chirchiq davlat pedagogika universiteti ma'muriyati, fakultetimiz rahbariyati tomonidan, kasaba uyushma tomonidan voleyboldan tashqari yana ko'plab sport turnirlari o'tkazilib boriladi. Xususan shaxmat, shashka, stol tennisi kabi sport turlaridan musobaqalar muntazam ravishda o'tkazib boriladi. Aynan mana shunday shaxmat, shashka turlari bo'yicha bizga Mavluda aya ustozimiz juda ham ulkan maslahatlar, yordamlarini ayamagan holatda bizni mana shu sport turlarida ham aqlimizni charxlash bo'yicha o'zlarini qimmatbaho maslahatlarini doimiy ravishda ulashib boradi. Mana shu gimnastrada, turli tuman sport turlarida musobaqalarda qatnashib birinchi o'rinlarni egallaganimizda albatta talabalarga ham mana shunday bizning zafarlarimiz albatta namuna bo'ladi. Talabalar ham bizga ergashib turli tuman sport musobaqalarida, sport mashg'ulotlarida, oddiy jismoniy tarbiya daqiqalarida ham biz bilan faol, hamnafas bo'lib birgalikda qatnashadi. Shubhasizki, har bir ayol xonadonga kelganda oshxona malikasi bo'lishga intiladi. Mehr bilan tayyorlangan har qanday taom yaqinlarimizga xush kayfiyat ulashadi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan Mavludaxon Musulmonova ham o'z taomnomasiga Mavlud opa ayni paytda biz maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakultetining oshxonasidamiz. Teletomoshabinlarimizga nima tayyorlab bermoqchisiz? Albatta har bir xonadonda hozir turli xil salatlarni tayyorlash uncha qiyinlik qilmaydi. Men ham oilaviy sevib iste'mol qiladigan qo'ziqorinli salatni tayyorlash jarayonini ko'rsatmoqchiman. Yaxshi, unda birinchi nimadan boshlaymiz? Birinchi go'shtni to'g'rab olsam. Demak, tovuq go'shtini. Marhamat. Mavlud opa, bu salatni tez-tez tayyorlab turasizmi? Ha, bu salatni
o'zimiz uchun, nevaralarimiz uchun juda ham tez tayyorlab beraman, chunki bu juda ham foydali, vitaminlarga boy salat. Endi salatimiz ozgina dam oladi. Juda soz, men ahamiyat berdim. Bu salat parhezli ekan, hech qanday mayonezlarsiz. Men sizni bugun kasbingizdan kelib chiqqan holda 5 ta blitz savol tayyorlab kelganman. Mavlud opa, tayyormisiz? Tayyorman. Unda boshlaymiz. Matematika bilan algebrani farqi nimada? Algebrada biz ko'proq noma'lumlar bilan ishlaymiz. Matematikada esa ko'proq aniq sonlar, aniq hisob-kitoblar bilan ishlaymiz. Eng yaxshi ko'rgan sevimli raqamingiz? 18. Nega? Endi 18 yoshda hamma go'zal bo'ladi-da. Yaxshi. Kimlar bilan ishlash qiyin? Sizni tinglashni xohlamaganlar, dangasalar bilan ishlash qiyin. Sayohat qilishni yaxshi ko'rasizmi? Juda ham yaxshi ko'raman. Qo'shni respublikalarning deyarli hammasida bo'lganman desam ham bo'ladi. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston juda ko'p marta borganmiz. Yevropa davlatlaridan Bolgariyada bo'lganman. Endi niyatim O'rta Osiyoni boshqa davlatlarini ham ko'rish undan buyog'iga. Yaxshi, oxirgi savolim. 3 ta tilak ayting. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hammani xonadonida ham tinchlik, sog'lik, omonlik bo'lsin. Tinchlik bor, sog'lik bor joyda hamma yaxshi niyatlarga erishish mumkin, inson harakat qilsa. Juda ham chiroyli va mazmunli javob berdingiz. Mavlud opa, o'zingiz hayotda qanday shior bilan yashaysiz? Olg'a, faqat olg'a. O'rganishdan erinmaslik shior bilan. Mana siz ham yoshligingizda ustozlar ko'rgansiz, o'z ustozlaringizdan qanday fazilatlarni o'rgangansiz va bugungi kelajak avlodga nimalarni o'rgatishga harakat qilasiz? Samimiylik, yangilikka intilish, xushmuomalalik va har doim yaxshi niyat bilan yashash. Mavlud opa, farzandlaringiz sizni sohangizni tanlashganmi? Ha, meni 5 nafar farzandim bor. Ikkitasi pedagog yo'nalishni tanlagan, lekin matematikani emas. Katta qizim ona tili adabiyot yo'nalishida O'zbek tili va adabiyoti institutida dotsent. Ikkinchi qizim jahon tillarini ingliz tili fakultetini tamomlagan, Avloniy nomidagi metodika markazida ishlaydi. Uchinchi qizim shifokor. O'g'illarim, katta o'g'lim sog'lig'i tufayli u oliy ma'lumot ola olmadi, lekin kichik tadbirkor. Yaxshi uni ham hayoti. Kichkina o'g'lim maktabgacha va boshlang'ich ta'lim vazirligida ishlaydi, bo'lim boshlig'i bo'lib. Mana siz onasiz. Umuman olganda bugungi kun yoshlariga, yosh onalarga qanday tavsiyalaringiz bor? Albatta, biz uchun berilgan eng ulug' ne'mat bu farzandlarimiz ekan. Ularning tarbiyasiga yoshligidan, bolaligidan e'tiborli bo'lish kerak. O'qishiga ham, yurish-turishiga ham, kiyinishiga ham, hamma narsasiga albatta ona doim bee'tibor bo'lmasligi kerak, nazorat qilish kerak. Nazorat qilish degani bu ularni urishib so'kish yo'lga solish emas. Ularga to'g'ri maslahat berish, to'g'ri yo'l ko'rsatish va o'zi ham namuna bo'lish kerak farzandlar uchun. Endi salatimizni qaysi bosqichga o'tamiz, Mavlud opa? Endi tanovul qilishimiz kerak qoldi, hozir kutyapti salatimiz bizni. Yaxshi. Mavlud opa, salatlarni juda ham chiroyli tayyorlab oldingiz. Qoyil. Har jihatdan har bitta detalga alohida e'tibor berdingiz. Somoncha to'g'radingiz. Men ahamiyat berdim. Bir xil chiqqan. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Kamchiliklari bo'lsa ham uzr. Mazasiga endi sizlar baho berasizlar. Yoqimli ishtaha.
juda ham xushta'm va mazali salat bo'libdi. Rostini aytsam, dudlangan qo'ziqorindan tayyorlangan salat me'yorida bo'lgan, tuzi ham sho'r emas, juda ham maromida bo'libdi salat. O'ziga xos yaxshi o'sha ishtahani ochadigan salat bo'libdi. Haqiqatda ham oshxonada malika ekansiz. Biz sizga Sport telekanali ijodkorlari nomidan mana shunday baxtli ona, baxtli qaynona, baxtli buvijon baxtlari bardavom bo'lsin deb qolamiz. Doimo shogirdlaringiz ko'p bo'lsin, o'ylagan barcha ezgu niyatlaringiz amalga oshsin, martabangiz doimo ulug' bo'lsin. Sport kanali jamoasiga ham dilimdagi eng ezgu tilaklarimni tilayman. Hammanglar sog' salomat bo'linglar, hamisha ishlaring ilgari bossin. Yuzlaring yorug' bersin, el xalqni nazaridan qolmaydigan insonlar bo'lib yashanglar. Oilalarda ham tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bola chaqalaringlarni, o'g'il qizlaringlarni rohatlarini ko'rib beringlar. Bizning yoshimizdan ham o'tib chiroyli bo'lib yuringlar. Rahmat, mana shunday ezgu tilaklar barchamizga hamroh bo'lsin. Siz ham mana shunday shogirdlar qurshovida yosharib yuring. Ko'rsatuvimiz yakunida siz ham Mavluda Musulmon va singari o'z kasbingizni fidoi qahramoniga aylaning, hayotingizdan mamnun bo'lib yashang hamda sport bilan hamnafas bo'ling deya xayrlashib qolamiz. Omon bo'ling.